Darul Minhaj nashriyatining so'zi. Qur'on Karimni nozil qilib, uni yetkazishga buyurgan, u orqali bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan va Rabbim meni go'zal axloq bilan tarbiyaladi degan go'zal axloqli payg'ambarga ergashishga buyurgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo o'zining kitobi bo'lgan Qur'on Karimni insonlarning o'zgartirib o'tishi, almashtirib o'tishi va qalaymaqon chiqilishlardan saqlagan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va biz cho'qim uni qo'g'daymiz. Hijr surasi 9-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va uning pok isil oil tavobatlariga, hidoyatga boshlovchi taqvodor sahobalarga, qiyomatgacha ularga ergashgan barliq kishilarga, qorilarning Qur'on tilovati va azonlarning osmonga o'rilishi to'xtaganiga, ya'ni qiyomatga qadar Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Haqiqatan bu kunimizda biz tilovat qilayotgan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'on Karimning dal o'zidir. U ta hozirga qadar yurt-yurtlarda, masjid-mihroblarda, islom ta'lim-tarbiya markazlarida son-sanoqsiz kishilar uchun hidoyat mashil bo'lib kelmoqda. U bu dunyoda emas, balki u dunyodami Jibril alayhissalom ilib tushgan asli holati bo'yicha tilovat qilinib turadi. Sahih hadisda qiyomat kuni qoriga o'qi, o'rla. Dunyoda tartil qilib o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyilgan. Qur'on Karim Alloh tarafidan muhofazat qilinish va mangulik deb bo'lish adoyiligi bilan boshqa kitoblardan alohida farqlanib turadigan bo'lib, u Allohning dasturxoni, arg'amchisi, ro'shan nur, shifoliq dora, ching esilganlarni saqlab qolguchi, ergashganlarni nijotlikqa erishtirguchidir. Uningga ergashganlar ezib ketib, mag'firat tilashga, xato ketib to'g'rilab qo'yishga muhtoj bo'lib qolmaydi. Uning ajoyibatlari tugamaydi. Takror o'qish bilan ko'nrab qolmaydi. Bularga hadis shariflarda ishorat qilingan. Shubhasizki, Qur'on tilovati zikrlarning eng afzalidir. Tilovat qilishda qorilarning amal qilishga tegishli adab qoidalarining, maqsad va yo'l yo'riqlarining bo'lishidimi hech shak yo'qdir. Bu kitob qorilar va qiroatning adab qoidalari, fazilatlari va qiroatga munosabatli masalalar haqidagi qimmatli mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Imom Navaviyning qimmatli xazinalarining va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan shon barakatlarining jumlasidandir. Bu yerda Imom Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning "Ey Alloh, Shamimizga va Yamanimizga barakat ato qilgin" degan duosining barakatlari ko'z tutildi. Buxoriy 1037-hadis. Bu kitobni Imom Navaviyning maqtaganligi va qimmatli kitob deb sifatlaganligining o'zila uning ilmiy qimmatini bilishda yetarlidir. Vaqtlarimizning ko'p qismini dunyo alakchiligi va tirikchilik mushkulotlari asari olgan bu kunlarda Rabbimizning kitobini tilovat qilish orqali Rabbimizga qaytishimiz va iymonimizni yanglishimiz naqadar zarur. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom sizlarning qalbinglardagi iymonmi kiyim ko'nirgandek ko'niraydi. Allohdan qalbinglardagi iymonni yanglab berishni tilanglar degan. Shaksizki, duo qilish bilan birga xolis amallarni qilishimiz zarur. Chunki Allohga yaqinlashtiruvchi amallar orqali iymon kuchayadi. Qur'onning ma'nolarini tafakkur qilib, tushunib, xushu va tartil qilib o'qish eng ulug' va eng chong amallar jumlasidandir. Bu orqali iymon texmi kuchayadi. Bizni Qur'on o'qishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan. Payg'ambarimiz bir sahih hadisda Qur'onni oyda bir qatim o'qib tugatinglar. 25 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 20 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 15 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 7 kunda bir qatim o'qib tugatgin. Qur'onni 3 kundan az vaqt o'qib tugatgan kishi uning ma'nosini tushuna olmaydi degan. Mana bu hadis sharifdan davomli Qur'on o'qib turishning kuchli targ'ib qilinganligi, Qur'onni o'qimay tashlab qo'yish cheklanganligi ma'lum bo'ladi. Chunki u dillarni yo'rituvchi nur, hidoyatga boshlovchi to'g'ri yo'l boshchidir. Payg'ambar alayhissalomning yo'l yo'riqlarini kimlar loyiqli o'rindab kelyotidi? Kimlar oyda biror qatim Qur'on tamom qilishni davomlashtiryotidi? Ba'zi musulmonlar Ramazondan boshqa vaqtda asla Qur'on o'qimaydi. Ramazonda o'qib qo'yibla kelar yilgacha Qur'onni butunlay tashlab qo'ydi. Bundaq desak oshirayotgan bo'lmaymiz. Balki Qur'on o'qishga sal qaragan bu musulmonlar masjidga kirib Qur'onni o'qiy deb echib bo'libla o'qishdan zerikib, ya'ni yeb qo'yishi mumkin. Shu vaqtda Qur'on ularga o'qimay tashlab qo'ydigan alınğa
meni tutmasang bo'lmamdi? Sizlar Alloh bilan sirlashishga, Qur'on tilovat qiluvchilar erishadigan oliy maqomlarga erishishga loyiq emassizlar, da'vatgan bo'lishi mumkin. Bu tuzishga tegishli ahvol ekanligining jiddiy signalidir. Iymondagi ich zarur bo'lgan yo'chiqdir. Bizlar ilgari o'tgan solihlarning Allohning kitobini kunlik vazifa qilib o'qiydiganligini bilamiz. Ularning ko'pinchisi bu vazifani namoz sham bilan xubdan arsiq o'rlashtirgan edi. Hosil kalam bu zarur vazifa sal qaralmoqda yoki tashlab qo'yilmoqda. Qo'lingizdagi bu kitob Qur'on Karimning fazilatlari, uni o'zaro tanishishning usullari va adablari, salaf solihlarning Qur'on tamom qilish odatlari, qarilarning adab qoidalari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, kitobning qayta nashr qilinishi iymon ahli uchun eslatma, irfon ahli uchun ishorat bo'lg'isi. Bu kitob mazmuni esil, nupuzli kitob bo'lganligi uchun Darul Minhaj nashriyati mazkur kitobning nupuzi va esil mazmuniga yarasha xizmat qilishni kun tartibga kirgizib, bu kitobni tahqiqladi. Iniqsiz so'zliklarni izohladi. Tushunish qiyin, mujmal yerlarni sharhladi. Hadislarni tahrij qildi. Qiyin masalalarni osonlashtirdi. Mazmunlarga tiyim qo'yib, tirnoq bilan farqlantirdi. Kitobning maqsadini texmi ro'shanlashtiradigan ahamiyatli foydali izohatlarni berdi. Kitobdagi hadislar va mazmunlar uchun bir necha mundarja qildi. Shundaqla texnikalik xizmatlarni qildi. Shuning bilan bu kitob ko'rkam tonlarni kiyib, go'zal qiyofatda namoyon bo'ldi. Allohning meni bu yaxshi ishga muvaffaq qilganligiga shukrlar bo'lsin. Bu kitobga manfaatlik, alohida xizmatlarni qilgan hay'atni xolis duolarimizni yod etamiz. Alloh hammamizning qadamlarini ummatimizga manfaatli ishlarga to'g'rilab bersin. Barliq go'zal maqtashlar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Darul Minhaj nashriyati.